Demak, sizga mana shunaqa darbadar tirikchilik yoqar ekanda. Ha, xonim, yoqadi. Aytmoqchimanki, hamma zarur narsalarim doim o'zim bilan birga. O'pkam to'la toza havo, bir necha varaq toza qog'oz, shuni o'zi yetadi menga. Men ertalab ko'z ochganda, kechqurun nima bo'lishini, kimga duch kelishimni, qayerda to'xtash haqida o'ylashni yoqtirmayman. Mana masalan, kecha ko'prik ostida yotib qolgan edim. Hozir dunyoda eng buyuk kemada go'zal xonim bilan shampan vinosi ichib o'tiribman. Menimcha hayot bu armon. Uni bekorga sarflagim yo'q. Axir taqdir senga qanaqa qarta tutqazishini qaydan bilasan? Zotan insonga berilgan har bir kun hisobda. Zo'r gapirding, Jak. Baraka. Ana shu gaplar. Ana shu gaplar.